Farzandim shu 4-sinfda o'sha paytda qarorini chiqardi. Men onajon, men futbolist bo'laman dedi. Keyin men juda nozik edi-da endi. Ona baribir har bir bolasiga nima deydi? Futbolist bo'lishiga to'g'risi qarshilik qilganman boshida. Lekin u o'sha payt qaror chiqardi. Ona, men baribir futbolist bo'laman. Keyin hammasini o'yladim-da, yo'q, bu qarordan qaytmaydi shekilli deb bolam uchun kurashdim. Va o'sha paytda rahmatli akajonim bor edi, Qahramon degan. O'sha akamdan birinchi maslahatini oldim. Jiyaningiz mana shunday futbolchi bo'laman deb qaror qildi, lekin uni qo'llab-quvvatlaydigan odam kerak edi. O'shanda akam birinchi maslahatgo'yim akajonim edi. Ming bor rahmat, shunchalik bag'riga oldi.